Assalamu alaykum kanallarımız, hürmetli aboneçileri, hürmetli dostlar. Bugünkü satıva çıkan xonadonimiz Urganchda Xiva yo'lunda, inengizda Xiva yo'li. Shundan kirib kelsangizlar, şöyle panelli domlarımızın 3. qavatında 4 qavatlı bizda 4 xonalı kvartira bilan danışib o'tamiz. Remontdan chiqqan, akkurat ekan, azroq bir meyda shunda ishlar bor. Ichida ayrim jihozlar bilan sotiladi. Hurmatli vatandoshlar, qiziqqanlar bo'lsa bemalol murojaat qilaversa, narx ham ajoyib narxda, dokument ishnodan muammosi yo'q. Beda bilasizlar, bog'cha, maktab ishnodan muammosi yo'q. Marshrut şuradan 16 marshrut o'tib turibdi. Azizlar, domlarında parkovichli mesalar, farzandlar uchun o'yingohlar bor, azizlar, bisetkalar, kattalar uchun dam olib o'tirmoqqa, zelyonli zonalar bor. Yangi domlarimizning yanında 4 qavatlı binanın 3. qavatında joylashganizda. Qani ketgansa birgalikda kvartiramizni ko'rib o'tsak. Azizlar, 3. qavatdan yetib keldik. 2 ishlikan xonadonimiz birinchisi demir, ikkinchisi yog'och ishlidan. Bismillahirrohmanirrohim deb giramiz. Xonadonga girgandan keyin azizlar prixo'jiy zonasi, koridorda gilamlar, bu yerda prixo'jkalari azizlar. Qaladon azizlar, bu yerda hojatxonasi alohida, oshxonasi, verandasi, yanda 2 zal, keyin 2 spalniyadan iborat, bu yerda yuvishxonasi bo'ladi. Bir de rakonyalar baynan akkuratni ajoyib joy ekan. Vatandoshlar, suv gap turibdi, muammosiz, kafellar qilingan azizlar. Dokument tayyor, dokumentdan ham muammosi yo'q. Bir yandan ko'rsatib tanishtirib boraveramiz. To'g'rimizda ayting. Zali bo'ladi. 3.10-5.60 kattalikda aboydan chiqqan, perdalar osilgan. Azizlar, perdalari qoladi, gilamlar yetadi. 2 zalni gilami, televizorlari yetadi ekan azizlar. Perdesi qaladır ekan. Eshiklar ham ajoyib eshiklardan ekan. Ajoyib chiroyli, fayzli joylardan ekan. Aynalı, sifatli eshiklardan qo'yilgan. Bu televizorlar ham yetadi azizlar, gilami yetadi. Konditsioner bilan perda qoladi bu yerda. Yine aboydan chiqqan, plyuslar o'rnatilgan. Azizlar, tarafda aynası ark faramlarından. Lyustralar asılgan. Gaz svet suvlari VIP. Yan tarafında bog'cha, maktab bor azizlar. Transport o'ttirdi Xiva yo'liga yaqin yerda. Urganchda Xiva yo'lida burillarda joylashgan kvartiramiz azizlar, 4 qavatli binoni 3. qavatida 4 xona kvartira bo'ladi azizlar. Bu yerda eski spalniyasining azizlar, bu yerda shkaflar ham azizlar, termolari qoladi, gilam ham qoladi. Olib ketirilgan perdalar ham qoladi shu yerda. Bu yerda yuvishxonasi, ya'ni kiyim mashinalari yetadi. Vannaning bir de akkurat olib turibdi, oyoqtiklari kafel ekan, devorlar ham kafel, patologlar plastik, suv sho'chichlari bor. Ishlari plastik ramlardan, hurmatli vatandoshlar. Yanımızda katta spalni. Birimiz sizlar 2.5-5.60 razmerda bor. Однотонный fonda ekan, aynasi bu yerda ham ark faramlaridan, eshiklar o'zgargan. Tarafımız ise hojatxonasi. Hurmatli vatandoshlar, alohida joylashgan hojatxonasi ham kafel qilingan, arisollar bor, suv qizdirish uchun kafel, bu yerda yuqorilar kraska qilingan, patolog esa plastik qilingan ekan. Ishlari azizlar, plastik ramlardan bu yerda kuxinniy mebellari baylang, aboydan chiqqan. Bu yan tarafimizda 6 metrlik verandasi, 2.6 razmerda tushgan. Televizorlar ham yetadi azizlar, gilamlari qoladi. Bilan pul bo'lgan ekan, podvali bor, aynalari plastik ramlardan. Gaz plita, vichka, mebellar bu yerda qoladi. Olib ketilmaydi. Hurmatli vatandoshlar, narxini to'xtalib o'tsak, narxi 450 million so'm kelishidan yeri bor. Gelib, ko'rib, ustida sodasini qilib olsangizlar bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar, ekranda nomerlarimizni qoldiramiz. Kanallarımıza abone bo'lib, videolarga like bosib qo'yish esdan chiqmasin azizlar. Ayrıntını yine bir bor eslatib o'tsak, Urganchda azizlar, Xiva yo'lida burillarda panelli domimizni 3. qavatida 4 xona kvartira bilan danışib o'tyapsizlar. Kanallarımıza abone bo'lib, videolarga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi videoda görüşguncha xayrlab qolamiz.